Ko'chaga chiqamiz demaganimda sizdan yog' hidi kelayotgan bo'lardi. Mana shu videoga qancha ayollar isyon qilib, to'polonlarni qilib, ayollar huquqi, gender tengligi, yana bir balo battarlar deb rosa to'polonni qilishdi, subhanalloh. Jamiyatdagi erkaklar shu qadar o'rnimizni berib qo'ydikki, erkaklarning ayollar boshqarishi oddiy holdek bo'lib qoldi. Nima qilib boryapman-ku? Menga shang'illamang. Oilani men boqyapman. Xotiniga gapini o'tqaza oladigan, rahbarligini unutmagan, dayus bo'lmagan haqiqiy erkaklar bo'lsa, go'yoki zamondan orqada qolib ketgan, romantikani tushunmaydigan, zolim, bag'ritosh erkakdek tasvirlanadigan bo'ldi. Va mana shu holatgacha kelishimizga esa o'z hissalarini qo'shgan, axloqsizliklari bilan tanilgan Vayner blogerlarimiz esa buni albatta uddalashdi. Ya'ni erkaklarni qadrsizlantirish haqida shu qadar ko'p video roliklar olishdiki, Tezroq ketaylik shu yerdan, yur, ovozing o'char. ko'rib hayron bo'lib qolasan. Bular shuncha fikrni, ya'ni videoga olinayotgan fikr roliklarni qayerdan olyapti? Yoki shu yoshga kelguncha bular ko'rgan, kechirganlarini bizga ham ko'rsatishyaptimi? Chunki ssenariy ham odamni ko'rgan, eshitgan narsalardan barpo bo'ladi. Aytadi-yu, qush uyasida ko'rganini qiladi deb. Endi bularni qancha tanqid qilmaylik, qoralamaylik, bular o'z ishida davom etaveradi. Chunki bularning orqasida juda ham katta kuch bor. U kuch esa siz, men, bu xalq. Bularni bemaza Vayner roliklarni rad qilmay, oddiy hazildek iste'mol qilib kelayotgan mana shu iste'molchilar. Bularni rad qilib, ularni kuzatishdan voz kechmas ekan, biz bularni yo'qotgan taqdirimizda ham albatta o'rnini boshqasi egallaydi. Va shu o'rinda shunaqangi Vayne bloger o'ng qulog'ingiz bilan ham, chap qulog'ingiz bilan ham eshitib olingki, siz millat dushmanisiz va mana shu millat xoinisiz. Chunki xoinlik bitta millat sotishlik bilan bo'lmaydi. Balki mana shu millatning diniy qadriyatlarini oyoq osti masxara qilishlik bilan, unuttirishlik bilan ham bo'ladi. Alloh azza va jalla hammalarimizni holimizni isloh qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.